Shu Dyson shunaqa xursand bo'lishga arziydimi? Ro'mol bo'lmasam agar bunaqa narsalarga havasim ketmagan bo'lardi точно deb men ustimda kulgan takoy smayli qo'yibdi. Bilasizlar, mendan so'rashadi, sizga o'xshagan yutuqlarga erishishim keladi, daromad qilishim keladi deb aytishadi. Shu kunga cheyin hamma so'ragan narsam alhamdulillah Allohim berdi. Bilasizmi, o'sha bitta narsa nima? Kimdir meni yaqin atrofimdagi nimadir xarid qilsa, nimadir sovg'aga olsa, nimadirga erishgan bo'lsa, o'sha narsani ko'rib, menga shu narsani sovg'a qilgan deb o'zimni ich-ichimdan xursand bo'lib, o'sha odamga kommentariy yozaman, tabriklayman, smayliklar yozaman, xursand bo'laman o'sha odam uchun. Va bu narsa havas deyiladi. Hamma narsa hozir nima bo'lsa, Allohim izni bilan va men havasim orqali alhamdulillah shu narsaga erishdim. Bitta misol keltirib o'taman. Men turmush chiqqanimda salonda ishlardim va o'sha payti salonga takoy ayollar kelishardi. Har kelgan ayolda mashinasi bo'ladi, ko'pinchasini. Kirishardi, qo'liga kaltcha ilib olishardi. Ani mashinani avtomatik tarzda ochadigan mijigari, kalti, briloki bo'ladi. Shunaqa qo'lida chiroyli osiltirib kirishardi. Va shu narsani ko'rib, ichimdan orzu qilardim-da, havas qilardim. Voy, mashalloh, qanday mazza bo'lsa kerak. Mashina haydasadi. O'shanda na daromadim bor edi, na mashina qachondir men haydayman degan fikr bo'lardi. Ichimdan havas qilib, rosa orzu qilardim men ham. Mana shunaqa qilib, xudo xolisa, mashinam bo'lsa agar, kaltlarimni mana osiltirib, barmog'imda ishtonlarim shotlariga ilib olib yuraman deb xullas havas qilardim. Bu kichkina misolim. Havas bu juda ham kuchli energiya hisoblanadi, qizlar. Prosta bu narsani e'tiborlardan chetda qoldirmanglar. Hasad esa bu juda ham negativ energiya, ichingizdan yeb, faqatgina botqoqqa botiradigan. Va bu qizning gaplari ham menga nima aytaydi? Chunki Dyson o'ziga juda xursandman, chunki men rostdan orzu qilgan narsam. No, bu narsani meni 18 yoshli ukam sovg'a qildi. Kim 18 yoshda $700 narsani sovg'a qilyapti opasiga? Hech kim. Va o'shaning uchun bu narsaga ich-ichimdan sig'masdan sizlar bilan bo'lishdim, qizlar. O'zim olgan chog'imda ham bo'lishgan bo'lardim, chunki bu meni orzucham. Menda bilasizlar, noldan ko'tarilib, o'zi hamma narsaga erishayotgan qiz bunaqa narsalar ko'rsatsa, baram sizlar motivatsiya olasizlar, shu noldan ko'tarilsa bo'ladi degan ma'noda. Shuning uchun bunaqa ensa qotirib, odamning ustidan kuladigan odamlar, men o'ylaymanki, nimadir erishadi, no, baribir ham ichi qora bo'lib, ichi botqoq bo'lib qoladi. No, bunaqa qilib o'zingizni katta auditoriyangizga olib chiqib, ustimdan kulishingiz shart emas. Men esa Allohimdan faqat yaxshilikni so'rab, biror nimadirga erishgan bo'lsa, xursand bo'lib, bu uchun o'z maqsadlarimga chiroyli erishishga davom ettiraman. Allohim izni bilan.